Bemorimiz Qo'qondan murojaat qilib kelgan. Uzoq yillar davomida eshit pastligi, o'ng quloqda yiringli ajralma kelishiga shikoyat qilgan. Bemorimiz tekshirib ko'rganimizda o'ng quloqda total perforatsiya aniqlandi. Bemorimiz hozir quloq ichidan endoskopik timpanoplastika qilib, quloq pardalarini yamab beramiz. Ko'rishingiz mumkin, bemorimizda ko'p savollar bo'ladi. Pardani qayerdan olasizlar degan. Bemorimizda o'zidan, traguslaridan pardani olib, bizlar o'ziga qo'yamiz. Parda yasash jarayoni. Kuzatishda davom eting. Bir soat oldin endoskopik timpanoplastika operatsiyasini o'tkazganmiz. Hozir bemorimizdan hol-ahvolini so'raymiz. Malixot opa, yaxshimisiz? Operatsiya yaxshi o'tdimi? Og'riqlar bo'lmadimi? O'zingiz yaxshi his qilyapsizmi? Quloq pardasi teshiklarga nima deyishingiz mumkin? Keringlar, mana shu taqildiringlar, qo'llari yengil ekan, dardlaringga davo toping. 7 yildan beri qiynalaman. Xo'p, sog' bo'ling. Operatsiya zo'r o'tdi. Xudo xolasa hamma dorilarni hozir tushuntirib beraman. Sog' bo'ling. Xo'p, salomat. Sizlarda ham shunaqa quloq parda teshikligi, burunda muammolar bor bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.